Agar siz o'zbek tilidagi ismlarni biladigan bo'lsangiz, demak siz koreys tilida 10% gapira olasiz. Birinchi so'z Saida. Saida. O'zbek tilidagi ism Saidaga to'g'ri keladi. Koreyslar ichadigan fresh ichimligi hisoblanadi. Nabi. Nabi. Nabi degani kapalak degani, o'zbek tilida oldingi davrlarda ishlatilgan ism nabiga to'g'ri keladi. Nara. Nara. Nara degani bu davlat degani, o'zbek tilidagi ism naraga to'g'ri keladi. Hasan. 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 Hasan bu tog'dan tushish degani, o'zbek tilidagi ism Hasanga to'g'ri keladi. Egizaklar bor-ku Hasan Husan, o'shani Hasani. Oxirgisi Sora. 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 Sora bu chet ismga to'g'ri keladi. Sora ismiga o'zbek tilida mollyusk deydi. Rus tilida mollyusk deydi. O'zbek tilini bilmayman. O'zbek tilida biladiganlar o'zbek tili kommentariyaga